nima yana uchdingiz? Politsiyaga kamera bor edi. Hurmatli kuzatuvchilar, shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Odamlar politsiya bosib qo'ygan, shtraf to'lamayman deb gamani bosib o'tishyapti. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Bunaqa holatlarda balon dam qo'yib yuborish mumkin, shishga bo'lishi mumkin. Shu sababli sizlarga ancha qimmatroqga tushadi shtrafdan ko'ra. Shtraf 187.500 so'm politsiya bosganga. Agar balon alishtiradigan bo'lsangiz, donasiga 500 ming 400 minglarga tushadi. Agar diskingiz baquvvat bo'lmasa, qiyshayib ketsa yoki dars ketib qolsa, bu undan ham qimmatroqga tushadi. Okeylar, balonni shu qismi защитный kort deyiladi, ichkarisi. Защитный kortning vazifasi yamaga tushganingizda balonga shishga berib yubormaslik, dam qo'yib yubormaslikni oldini olib beradi. Agar balonning sifati yomon bo'lsa, защитный kortlari slabiy bo'lsa, yamaga tushganingizda bittada balon dam qo'yib yuboradi. Shunaqa holatdagi tushib qolamasanglar, ko'chalarda qolib ketish qolamasanglar, bizning do'konimizga murojaat qilinglar. Bizda 3-4 xil sifatli juda ham balonlarimiz bor. Защитный kortlar juda ham mo'shli, balonlarni ushlab beradigan darajada balonlarimiz bor. Hammanglarni kutib qolamiz. Yana eslatib o'taman, biz obunachilarimiz uchun, klientlarimiz uchun skidka e'lon qilganmiz. 10% skidka, ustunovkalar ichida hamma balandrofiyalar bilan tekinga qilib beramiz.